o'zini yaqinlari bilan aloqani uzgan odam Xudodan qo'rqadigan odam emas. Oyatdan shunaqa ma'no chiqadiki, hisob kitobning qiyomatda og'ir bo'lishi aka-ukalari bilan aloqasi uzilib ketganlarning boshida bo'ladi. Alloh taolo shunaqa deyapti. Endi shu narsani ula deganda ulamayotgan kishi kim? Aytadiki, ayb menda emas deydi. Alloh taolo aytmayapti, ayb kimda? Kim aybdor bo'lsa o'sha borib ulasin deyilmayotibdi. Farqi yo'q. Nimanidir ustida tortishib qolib uzilib qoldimi? Siz ulang borib o'shani deydi. Aybdormisiz, aybdor emasmisiz? U qiyomatda bilinaveradi. Meni aybim yo'q. Nima uchun men borib akamdan kechirim so'rashim kerak, yo ukamdan kechirim, yo opamdan kechirim so'rashim kerak? Men aybdor emasman deb turib oladi. U ikkinchi masala u narsa. Birinchi masala Alloh taolo aytayotgan, yasiluna ma amarallohu bihi ayyusal. Ulaydilar Alloh taolo uladigan narsani. Tamam, Xudodan buyruq kelgan shu. Bor akang bilan ulan. Yarashib ol. U istaydimi, istamaydimi? Unga biz qiziqmaymiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilarki, gaplashmayotgan akang bilan, ukang bilan, yo opa singling bilan salom berib bo'lsa-da, o'rtani qurib qolgan o'sha holatni bog'lab turgin dedilar. Ham shunaqa bo'lishi mumkin-da, misol uchun bir nimaningdir ustida tortishib qoldik, urushib qoldi, bir kun yarim kun kelishilmay qoldi, boshqa bo'ldi. Musulmon odam 3 kundan ziyod urushib yurishi taqiqlangan islomda, mumkin emas 4-5-kunga o'tib ketishi. Siz 3-kuni borib undan kechirim so'rayapsiz. U aytayaptiki, men seni yuzingni ko'rishni xohlamayman deyapman. Yaqinda bo'lgan bir hodisa. Yuzingni ko'rishni xohlamayman. Hammamiz borganmiz. Haligisi ukasi kelib iltimos qildi, meni yarashtirib qo'yinglar deb bordik 3-4 kishi bo'lib. Mana aka shunday turibdiki, umuman qoqqan qoziqdek, mana kim keldi, nima bo'ldi, xonadoniga ishi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Mana ukasi kechirim so'rayapti. Akasi aytayaptiki, u dunyo, bu dunyo, men yarashmayman, gaplashmayman deyapti. Bunisi bizga qiziq emas. Ana o'sha joyda kechirim so'raldimi? Kechiring aka meni dedi. U kechirmayman dedi. Shu narsani farishtalar, Alloh guvohligida bo'ldi, odamlar ko'rdi bu narsani. Tamom. Endi bu safar aka bilan qayerda ko'rishib qolsa, uka assalomu alaykum deyish kerak. Shariat bo'yicha. Qiyomat kuni aka mana bu oyatga tushmaydi endi. Ya'ni ula degan narsani uzgan bo'ladi. Uka esa ula degan narsani ulaganning qatorida turadi. Endi o'rtalarida nima bo'lgan, nima qo'ygan, Alloh taolo ularga hakam. Shuning uchun biz birodarlar shuni yaxshi tushunib olishimiz kerakki, aka-uka masalasida, tog'a-jiyan masalasida, qarindoshlar masalasida ulanish, yaqin bo'lish, ular bilan aloqani mustahkamlash, aybdor kim, aybsiz kim, bu masala ko'rilmaydi. Va buni har birimiz yaxshi bilib olishimiz kerak bo'ladi. Sizni haqqingizni yeb ketgan taqdirda ham ko'rganda assalomu alaykumni ayamaysiz. Alloh payg'ambarimiz alayhisalom shunga buyurgan ekanlar. Endi kim shunaqa qiladigan bo'lsa, o'sha inson Allohdan qo'rqadigan bo'ladi. Xudodan qo'rqadigan odam shu ishni qiladi. Xudodan qo'rqmaydigan odam esa aybdor men emasman deb yuraveradi. 3-kundan oshgandan keyin 4-5-kun har bir kun uchun bittadan odam o'ldiryapti deb nomasiga yoziladi uni. Kerakmi shu kun? Bu faqat aka-uka uchun emas, oddiy musulmonlar ham bir-birisi bilan agar urushib qolib 3 kundan ziyod gaplashmaydigan bo'lsa, 4-kundan boshlab ikkita tomonga ham toki bittasi kechirim so'rab kelmaguncha odam o'ldirdi, odam bo'ldi, bitta odam o'ldirdi, ikkita bo'ldi, mana 3ta bo'ldi. 1 yil gaplashmasa 365 ta bo'ldi. Shuni yozilib ketaveradi. Bu juda ham bir xavfli va hamda juda e'tiborli bo'lgan bir masala.